Ayol kishining ilmli bo'lishi naqadar go'zal birodarlar. Qur'onni o'qigan bo'lsa, nima to'g'ri, nima noto'g'ri bilsa, haq bilan botilni ajratsa, odamlarning gapiga erishilmaydigan bo'lsa, aksincha, odamlarni eshitadigan bo'lsa, naqadar zo'r bo'ladi bu hayot. Birinchi g'ami Allohning roziligi, orqasidan erim bilan farzandlarimning xizmati degan ayol bo'lsa, qanaqa zo'r ayol bo'ladi. Ehtimol birodarlar oramizda namoz o'qib qolishiga, hidoyatga yurib qolishiga xotini sabab bo'lgan odamlar bordir. Bu qiz erga tegib turib ilm o'qigan bo'ladi, Allohni tanigan bo'ladi, ma'rifatli bo'ladi-da, kuyovga tekkandan keyin hikmatli yo'q turib, erini namozga, ibodatga, masjidga yurishiga sabab bo'lib qolgan. O'qimishli, hikmatli, fahm farosatli bo'lganligi uchun bu qiz ma'siyat, gunoh, ma'siyatlarni tark qilishiga ko'mak ko'rsatgan bo'ladi. Shuning uchun uylanayotgan ukalar, kimga uylanayotganlarga qarab qo'yinglar. Sizlarda oxirat hovlisiga qarab tortadiganmi sizga kelayotgan juft yoki faqat dunyo hovlisiga qarab tortadiganmi? Dindorini tanlagan degan payg'ambarimiz, "Fazfar bizati din taribat yadak." Dindorini tanlagan, ey musulmon yigit, baraka topasan degan.